Qaranglar, ma'lumotlarni ochib qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonda 10 ming, 15 ming atrofida jami ekskavator bor ekan. Buni aholi soniga agar 40 millionlik aholimizga hisoblaydigan bo'lsak, har 100 ming kishiga atiga 37 donadan ekskavator to'g'ri kelar ekan. 448 ming kvadrat kilometr va 40 million aholiga bu juda ham kam. Sizlar bo'lsa ko'payib ketdi deb nolislar. Agar meni kuch-qudratimga ishonmasang, meni ko'rinishimga boq, qiladigan ishlarimga boq deydigan Hyundai 210 talik ekskavatorimiz qarshilarida turibdi o'rtoqlar. 2020-yil 5000 soat ishlagan ajoyib texnikamiz sotuvda. Kimda kim agar 210 talik Hyundai qidirib yurgan bo'lsa, bemalol bizga Arti Holdings kompaniyamizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Uncha ishni ko'rdim demaydigan bu 210 talik texnikani o'zi ekskavator haydab yurganlar, ishlatib yurganlar juda ham yaxshi biladi. Juda ham katta ob'yomli ishlarni haqiqatdan ko'rdim demasdan qiladi. Juda ham baquvvat. Mana bu oldidagisiga juda ko'pchilik ish qilyapti mana bu narsaga va mana 210 talik texnikalarda aynan shu narsa bo'ladi. Kimda kim rostdan aytganimda 210 talik texnika qarab yurgan bo'lsa, bizga tezroq aloqaga chiqing. Bu tayyor sotuvga sirazi kelishamiz, shartnomalarini, hujjatlarini qilamiz. Juda ham uzoq vaqt saqlab o'tirmaymiz. Bir pasda sizga O'zbekistonga yoki Qozog'iston yoki Qirg'izistonga chiqarib yuboramiz. Tezroq aloqaga chiqinglar bizga.